Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Max Tuningdan navbatdagi Cobalt avtomobilimiz tayyor holatga keltirildi. Xo'p, qilingan ishni obzor qilib beramiz, narxiga ham to'xtalib o'tamiz. Birinchi navbatda o'zini zavodskiy rulni kojinli qilib berganmiz. Chetlariga perforatsiya ishlatildi. Tepa pastlari nappa go'jadan bo'lgan. Detallari black piano bo'ldi. Cruise control knopkalari o'rnatildi, ishlatildi. Signal, airbag ishlaydi, multimedialar ham ishlaydi. Podchetkasini berizoga qilib berganmiz. Xolis rulimiz tayyor. Undan keyin TSCC3 o'rnatib berdik. Pamyat kattasidan oldi va orqa kameralar bilan o'rnatilgan hamda tepada turadigan ramkalar bilan o'rnatilgan. Ramkalar ham zavodskiy ramkalar. Zazorlar birga-bir mushni keladi. Ranglarni black piano qilib berganmiz. Barri ham, monitori ham, rulli ham komplekt bo'lgan. Xudo xolasa, xo'p, zadniy kamerasi Full HD ishlashini ko'rsatamiz. Mana qorong'ida ham tiniq ko'rsatadi. Palasalar buriladigan qilib o'rnatilgan. Oldi registratori ham bor, mana bu yerda zapis qilib ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Undan keyin Malibu 2 bar o'rnatib berdik. Black piano varianti, podchetkalarni berizoga qilib qo'yganmiz. Ruchnoy tormoz original, ovozsiz o'rnatilgan absolyutno. Besprovodniy zaryadkalari bor. 3 ta knopkali bo'ladi, bittasiga bagaj ochish ular ishlatib berganmiz. Hamda undan keyingi qilingan ishi bu avtomobilimizdagi hop Magicar dominant 909 pultlarni ham ustunovka qilib berganmiz. Salon podchetkali ham qilingan. Narxlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsa, Premierni bu navorotlarga ketgan puli, hop, bari, ruli, ko'jalari bilan komplekt bo'lyapti. Hop, umumiy hisobda $800-900 atrofida pul sarflandi. Salon podchetka, rul koja, knopka, black piano, bar, ruchnoy tormoz original, TS monitor, CC3 oldi orqa kameralari bilan. Premierni shu $900 atrofida, Magicar 909 ham bor dominant. Xizmatlar qiziq bo'lsa, Max Tuningga murojaat qilaverasizlar.